biron bir narsadan siqilganda tashvishlari uni ko'pligi bilan uni qiynab qo'yadi. Misol uchun, gunohlarini o'ylaydi, uni kimdir g'iybat qilganligini, yomon gapirganligini, qayerdadir og'ir vaziyat bo'lganligini, ishxonada tushkunlik bo'lganligini yoki qanaqadir tekshiruvdan kelganligini va hokazo narsalar to'plangandan keyin odam miyasiga sig'dira olmay qoladi o'sha narsalarni. Nagruzka boshlanadi. Ya'ni ahamiyat bergan bo'lsangiz, pulemyotda o'qlar terilgan bo'ladi. Bir qator bundoq terilgan bo'ladi-da, bittadan otadi otayotganda. Agar o'shani bitta tog'oracha qilib o'qlarni hammasini solib qo'ysa, u tiqilib qoladi. Stress ham shunaqa narsa. Ya'ni inson hamma muammoni barar o'ylasa, tiqilib qoladi-da, keyin u insult, infarkt, ya'ni qanaqadir rak kasalligi, biror bir narsa keladi. O'zi hamma kasalliklarni kelib chiqishini asl tegi bu stressdan, ya'ni yurak siqilishidan. O'shaning uchun har bir odamda предохранитель bo'lishi kerak. Предохранитель so'zini men o'zbekchaga tarjima qila olmadim. Предохранитель avtomobillarda bo'ladi, yoki uy счётчигida bo'ladi. Misol uchun, uyga kelayotgan tok o'ynasa, uydagi jihozlar buzilmasligi uchun, misol uchun xolodilnik, televizorlar kuyib qolmasligi uchun, anaqadan счётчикdan chiqib otvoradi. Ya'ni nagruzka kelganda otvoradi. Menda ham xuddi shunaqa narsa. Misol uchun, biron bir muammoni o'ylayman, siqilaman. Tabiiy inson siqiladi. Siqilaman, ikkinchi muammoga yo'liqaman, undan ham siqilaman, uchinchi muammoga, ya'ni bitta vaqtda o'zida muammolar sizga oqib kelish boshlaydi. Keyin chaqqa deb предохранитель otvoradi. Men ko'tara olmayman bu muammolarni deyman-da, narsalarimni yig'ishtirib toqqa chiqib ketaman. Yoki sayohatga chiqib ketaman. Предохранитель otvoradi. Sabab, men предохранитель qo'yib qo'yganligim sababi, shu muammoni o'ylashda davom etsam, albatta men kasal bo'laman yoki yiqilib qolaman. Chunki men 2010-yilda yuragim ko'p siqilganidan shol bo'lib yotib qolganman. Ya'ni oyog'im ham, qo'lim ham ishlamay qolgan. Tushunib yetganmanki, agar men ko'p stressda yoki tushkunlikda bo'lsam, batamom o'ldirishgacha olib boraman o'zimni. Yoki bo'lmasa, qarigan chog'imda bolalarimga invalid ota bo'ladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun siz ham o'zingizga bunday chegara qo'yib qo'ying. Misol uchun, bir kunda bitta muammoni o'ylash yoki uni hal qilish. Hammasini o'yladingizmi, предохранитель otib yuborish kerak. Ya'ni, "Ey Miraziz, bo'ldi, bundan ortig'ini o'ylamang, yuring siqilib ketib qoladi."